To'xta, Maras, to'xta. Qo'lingni tort. Ajrashganimizdan beri bir marta ham aliment puli to'lamabsan, iflos. Sanam erkakmi? O'zim uchun emas, bolang uchun so'rayapman-ku. Oyi, siqilmang. Bu odamdan aliment pulini o'zim beraman. Qanjonim. Assalomu alaykum, mayslar. Voy kichkintoy, seni ishlashga kim majbur qildi? Hayot majbur qildi. Onam bilan dadam ajrashgandan keyin men ishlashga majbur bo'ldim. Chunki dadam aliment pulini bermay qochib yuribdi. Luppagadi. Voy kichkintoy, siqilma bolam. Hayotda shunaqa noinsof dadalar ham bor-da, to'g'rimi jon? Ha? Bo'lishim yo'q, qani bilma o'zi. Mumkin. Arava kerak emasmi? Biratan. Ha, bolam? Arava tortguncha bog'chaga borsang bo'lmaydimi? Xola, uyda boquvchi o'zim. Dadam tashlab ketgan. Aliment to'lama qochib yuribdi. Voy bechora, shunaqa otalar ham ko'payib ketganda. To'g'rimi bolam? To'g'ri. Akajon, tabletka oldik. Jon, qarang, ana kungi restorandagi bo'lacha, sen hali salfetka ham sotasanmi? Opachi, dadam aliment pul berganda shu ishlarni qilmasdim. O'lib ketsa shunaqa otalar ham. Ajrashsan, aliment pulini to'lab qo'ysa bo'lmaydimi? Bolasini haqiga to'g'rimi, jon? To'g'ri. Qara shunaqa noinsof otalar ham bor ekanda. Qanday yer ko'taribdilarni. O'rtoq, shu korxonangda qorovullikka bo'lsa ham shu yo'qmi? Senga nima keragi bor? Tagingda mashinang bo'lsa, topish tutishing normal bo'lsa, nima qilasan bunaqa ishlarni? Bilasan, yaqinda ajrashganman, orada bola bor. Aliment to'lashim kerak ekan. Qorovullikka ishga kirib qo'ysam, kamgina aliment berar ekanim. Shu uchun kerak. Gap yo'q, dada. Siz bunaqa bazkar deb o'ylamagandim. Dada, siz yo'lingiz topasiz. Bonaman yo'lini topadi. Manchi. Rahmat dada sizga. Yetim degan nomni berganingiz uchun. Rahmat dada sizga. Yetim degan nomni berganingiz